بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Bu kitapның 3-cü qism. 2-ci dərs keldik. Bu dərsdəki mühim məzmunlardan biri vavul hal, halətni bildirdigan vav. Buni dərsni öyrəniş jarayonida texim yaxşı düşünüb alalaymiz. Undaq bolsa, tekstni avval tərcümə qilib düşünəyli. Ad-darsu sani, 2-ci dərs. Ayna Hamidun? Hamid qayerdə? Sayati ba'da qalilin inşaallahu. İnşallah birazdan keyin kelmoqchi. Mujadki sin harf mustaqbal kelgusini bildirgan harf. Ya'tining fa'ili yushrun huwa. Ra'aytuhu huwa yadkhulul hammama. Ben onu ko'rdim. Uning kendiki waw holatning wawi kendiki jumla bo'lsa huwa yadkhulul hammama degan holat bildirgan jumla. Jumla haliya deymiz. Al jumlatul haliyatu. Ya'ni men uni munchiq kirayotgan holatida ko'rdim. Ya'ni munchiq kirib ketayotgan holatida ko'rdim. Va ayna Hamzatu? Hamza qayerda? Kharaja minal fasli va huwa yahmilu kutubahu. U kitoblarni ko'targan holatda sinfdan chiqdi. Mushadagi vawmu holatning vawi. Azunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Men uni yotoqqa qaytib ketdi deb o'ylayman. Anna degan masdar qiladigan harf. Masdar qiladigan hurufun mushabbahatun bil fi'l. Azunnu fi'il, yushrun ضمير مستتر أنا فاعلي أنه رجع إلى المهجع degan yasalma masdar azunnuninki maf'ulun bihisi mansub. Ra'aytuhu va huwa yadkhulul mustawsafa. Men uni ambulatoriyaga kirayotgan holatda ko'rdim. Vawmu holatni vavi kaynidagi jumla haliya. La'allahu maridun. La'alla degan ikkinchi qismda o'rganib bo'lgan hurufun mushabbahatun bil fi'lning qatoridan. Bu yerda yana bir xil ma'nosi bor. U bo'lsa-mu ishfaqni bildirdi. Birsi umidki tarajjini bildirsa, ishfaq ansirayotma. Ansirashni bildirdi. Uni kasal bo'lib qoldi deb ansirab qoldim desakmi bo'ladi. Balkim u kasal bo'lishi mumkin, lekin ansirashni bildirdi. Shafahullahu, Allah uning shifolik bersin. Mata raja'atum min Makkata ya ikhwanu. Qarindoshlar Makkadan qachon qaytib keldinglar? Raja'na masa'a amsi. Tunugun oqshom qaytib keldik. Kharajna min Makkata va shamsu tatlu'u. Va shamsu tatlu'u degan quyosh ko'tarilyotidi, ko'tarildi degan gap. Mushadiki ash-shamsu tatlu'u degan ismli jumla haliya bo'ladi. Biz Makkadan quyosh ko'tarilayotgan holda shu holatda chiqdik. Ya'ni quyosh ko'tarilayotgan holatida Makkadan chiqdik. Va vasalna tayyibata va nasu yakhrujuna minal masjidin nabawi ba'da salati zuhri. Kishilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning masjididan peshin namozidan keyin chiqayotgan holatlarida biz Madina Munawvarga yetib keldik. Tayyibata degan Madina Munawvar. Taqabbalallohu umratakum. Allah sizlarning umranglarni qabul qilsin. Taqabbala degan qabul qildi degan fe'l modi, lekin bu yerda duo ma'nosini bildirdi. Amin degan ism fe'il ijobat qilgin degan gap. Iqra'il hadis al-maktuba ala sabburati ya Muawiyatu. Muawiya do'stga iziqliq hadisni o'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan başlayman deganni ko'nglimizda taqdir qilamiz. Iqra va anta jalisun. Sen o'tirgan holatda o'qig'in. Ya'ni o'tirib turib o'qig'in. Uridu an aqra'a va ana waqifun. Men o'ri turgan holatda, ya'ni o'ri turib o'qishni xohlaydim. An degan masdar qiladigan harf, an aqra'a degan yasalma masdar, uridu degan fi'ilning maf'ulun bihisi. Kama tasha'u. Sen xohlaganingdek o'qig'in deganni ko'nglingiz taqdir qilsak bo'ldi. An Jabirin radhiyallohu anhu qala. Jabir radhiyallohu anhu din rivoyat qilinudiki yoki ruviya deganni qo'shimiz taqdir qilsak bo'ladi. Ruviya an Jabirin radhiyallohu anhu. Radhiyallohu anhu degan qistirma jumla
Radiya degan fe'l modi o'xshashla bu yerda duo ma'nosida kelgan. Alloh uningdan rozi bo'lsin. O'zi modi fe'l, lekin duo ma'nosida. U mundaq deydi. Ataytun nabiyya sallallohu alayhi va sallam va huwa fil masjidi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga keldim. Endi bu holatning bo'lganligi uchun u masjiddagi holatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga keldim. Faqala payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. Salli rak'atayn. 2 rakat namoz o'qig'in. Muttafaqun alayh. Birlikka kelingan hadis. Ya'ni Sahihul Buxoriy bilan Sahih Muslimda ba hadis degan gap. Ashrahu lakumud darsal ana. Hozir men sizlarga darsni sharhlayman, tushundirman. Fasma'u. Undaqda diqqat qilib anglanglar. Fala taktubu shay'an. Hech qanday bir narsa yozmanglar va ana ashrahu. Men sizlarga tushuntirayotgan holatda hech bir narsa yozmanglar. Ta'til wawu li ma'anin kasiratin. Waw nurg'ulg'an ma'nolar uchun keladi. Mushadiki al-wawu fa'il. Ta'ti fi'il, al-wawu fa'il. Minha al-adfu. Uning ma'nolaridan adf bog'lig'uch qo'shimcha bo'ladi degan gap. Xaraja Zubayru va Hamidun. Zubayr va Hamid chiqdi. Mushadiki waw adf. Zubayr degan bilan Hamidni bog'lab keldi. Darasnal yawma as-sirata wal fiqh. Bugun sirat, ya'ni tarix va fiqh o'qidik. Bu yerdagi vawmu o'xshashlar atf. Akaltu va sharibtu. Yedim, ichdim. O'sha yerdagi vawmu atfning wawi. Va minha amdi wawning ma'nolarining qatoridan yana qasam. Nahwa maslan vallahi Alloh bilan qasamki. O'sha yerdagi waw qasamni bildiradi. Qasamni bildiradigan wawmu harf jarning qatoridan zir o'qitilgan qo'shimchalarning qatoridan bo'lg'ashqa lafzul jalala bo'lgan Alloh degan ismni vallahi deb zir o'qitdi. Vallahi ma ra'aytuhu. Alloh bilan qasamki men uni ko'rmadim. Hozir men degan gapni debdi. Va wawul qasami min hurufil jarri. Qasamning wawi zir o'qituvchi qo'shimchalarning qatoridan bo'ladi. Va minha hamda wawning ma'nolarining qatoridan yana al-hal holatni bildirdi. Biz boshdan tushuntirib kelayotgan holatning wawi shu. Nahwa ataytun nabiyya sallallohu alayhi va sallam va huwa fil masjidi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjiddagi oldida men uning qishig'iga keldim. Ay hala kawnihi fil masjidi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning masjidda bo'lgandagi holatida, ya'ni masjidda turgan holatida. Ra'aytul Hasana va huwa yakhruju minal maqsifi. Men Hasanni oshxonadan chiqayotgan holatida ko'rdim. Ya'ni Hasan oshxonadan chiqayotganda men uni ko'rdim degan bo'ldi. Ay hala khurujihi minhu. Uningdan oshxonadan chiqayotgan holatida. Va ilaykum amsilatan ukhra li wawil hali. Sizlarga holatning waw uchun boshqa misollarni keltirib beramiz. Ilaykum degan xuzu degan ma'noda ism fe'il. Ko'ringlar desam bo'ladi bu yerda. Amsilatan degani shu ism fe'ilning maf'ulun bihisining o'rnida. Mata abi va ana sag'irun. Dadam men kichik oltimda kichik vaqtimda o'lib ketdim. Dakhaltul masjida val imamu yarka'u. Imam ruku qilayotgan holatda men masjidga kirdim. La ta'kul va anta shab'anu. Qusqung to'q holatda yemigin. La'allakum fahimtum. Tushungan bo'lishinglarni umid qilaman. Bu yerda la'alla tarajji ma'nosida, ya'ni umidni bildiradi. Ayyub atfning vav uchun bir misol keltiring, ya'ni bog'lig'uchi qo'shimcha ma'nosida keladigan vav uchun bir misol keltiring. Men bozorga bordim va narsa keraklarni setib oldim. Ahsanta, yaxshi qildingiz, yaxshi javob berdingiz. Hati misalan li wawil qasami ya Muaviyatu. Qasamni bildirgan vav uchun bir misol keltiring. Muaviya. Wallahi ma g'ibtu qattu. Alloh bilan qasamki men qatti yo'qab ketmadim. Yaxshi. Hati misalan li wawil hali ya Faysalu. Faysal holatni bildiradigan vav uchun bir misol keltirib bering. Dakhaltul masjida val imamu yaxtubu. Imam xutba so'zlayotgan holatda men masjidga kirdim. Ya'ni men masjidga kirgan vaqtimda imamning holati bo'lsa, xutba so'zlayotgan holat edi demakchi. Ahsanta, yaxshi. Yunus boshqa bir misol keltiring. Talabtul ilma va ana kabirun.
Mən çoğ bolğan halatimdə ilm talab qildim. Ahsanta. Yaxshi. Ey Ubaydullah, uzkur ayatan fiha wawun lil hali. Uningda holatni bildiradigan vav bo'lgan bir oyatni zikr qiling, ya'ni dang. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib, qo'g'landi shaytondan panohlik tilayman. A'udzu panohlik tilayman degan gap. Bismillahirrohmanirrohim. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Kafir bo'lganlar va ular kafir holatlarida o'lib ketganlar. Birinchi vav atfning vavi va matu deki vav. Ikkinchi vav va hum kuffarun degandagi vav holatning vavi. Kafir holda o'lib ketganlarga kelsak, ulaika alayhim la'natullohi. Ularga Allohning la'nati, farishtalarning la'nati va butun insonlarning la'nati ularga bo'ladi. Mushadiki val malaikati wan nas degandagi vavlar atfning vavi. Ayna vavul hali fi hazihi al-aya. Bu oyatdagi holatni bildiradigan vav qani desa, fi qawlihi ta'ala, Alloh taolaning va hum kuffarun degan so'zida deb javob beribdi. Ahsanta, yaxshi. Baqiya salasu daqaiqa. 3 minut qoldi. Daqaiqa degan g'ayri munsarif. Shunga mudofin ilay zir o'qilish kerak bo'lsa-mu, zabar o'qiymiz g'ayri munsarif bo'lganligi uchun. Fahal min su'alin. Su'al bamu yada fahal min su'alin indakum. Na'am ladayya su'alun, ya'ni indi su'alun degan gap. Mening bir su'alim bor. Ma ma'anal hurumi? Hurum degan gapning ma'nosi nima? Alloh taolaning buni oyatidagi ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda va antum hurum. Ey iymon etgan kishilar, sizlar ehromli holatinglarda o hayvonlarni o'ldirmanglar. O'qish debdi. Uning ma'nosi muhrimun, ya'ni ehrom bog'lag'uvchilar. Uning mufrad birligi bo'lsa harom, ay muhrimun, ehrom bog'lag'uvchi. Jazakallahu xayran. Alloh sizga yaxshilik bilan mukofot bersin. Yarinnul jarasu qo'ng'iroq jiranglaydi va o'qituvchi chiqadi va huva yaqul. U mundaq degan holda miyatga ikkinchi vav, huvaning oldidagi vav holatning vavi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan holda chiqadi. Gunohning birinchisi tuvandagi savollarga javob bering. Tekstga asosan javob bersanglar bo'ldi. Ikkinchi holatning vavsi uchun kelgan tuvandagi misollarni o'ylaning. Buni o'ylanib tarjima qilsanglar bo'ladi. Uchinchi, tuvandagi jumlalardagi atfning vavi bilan holatning vavini farqlantiring va atfning vavining ostiga bir siziq, holatning vavining ostiga ikki siziq chizing. Bu topshiriq. To'rtinchi, tuvandagi jumlada kelgan vavlardan har bir vavining turini ayirib bering. Beshinchi, tuvanda kelgan har bir jumlani munosib bo'lgan holatning jumlasi bilan to'liqlang. Ya'ni tuvandagi har bir jumlaning kayniga munosib muvofiq keladigan bir holat jumlani qo'shib, bu jumlani yana to'liqlang debdi. Oltinchi, tuvanda kelgan har bir jumlani o'zingiz tuzgan bir jumlaga holat jumla qiling. Ya'ni kaynidagisi holat jumla bo'ladi, uning oldiga bir jumla qo'shing. O'zingiz jumla tuzab beqing. Yettinchisi, o'qituvchi har bir o'quvchidan darsni o'ltirgan holatda va o'rtirgan holatda o'qishni talab qiladi. Jumlani tushungan bo'lishini ta'kidlash uchun. 8-chi, la'alla tarajjini bildirdi va ishfoqni bildirdi. Ya'ni deb o'tgandek umidni va asrashni bildirdi. U ikkisining o'rtasidagi farq tuvandagi ikki misoldan oydinlashadi. La'allahu bi xayrin, ya'ni arju ayyakuna bi xayrin, yaxshi bo'lishini umid qilaman. Bu tarajji, ya'ni arzuni bildirdi, umidni bildirdi. Ikkinchisi la'allahu maridun, ay axsha ayyakuna maridan, kasal bo'lishdan qo'rqyapman, ansirayapman. Haza al-ishfaqu, bu ansirashni bildirdi. Bugungi darslar mushagicha bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول.